Xo'p, shikoyat uyimiz chiqdi, Chilonzor 3-kvartal, Targoviy sentr. Buni bilgan odam biladi bu joylarda. 27-dom. Xo'p. Targoviy sentr arkasiga yetmasdan Muqimiy ko'chada kelishda yo'lda yuzda joylashgan. Kartadan qarasalaring, Chilonzor 3-kvartal, 27-dom. Bunyodkor stadioni, Mirzo Ulug'bek metrosi, Dream Park yonida, unaqa uzoq emas. Bu joylarni bilgan odamlar biladi, narxi normal yuradi. Shikalat joydan, shikalat etajdan, shikalat narsa, shikalat planirovkasidan xudo xolisa sotuvga chiqdi. Chilonzor 3-kvartal, 27-dom, 2 xona, 3 xona qilingan, razdelka, 2-etaj, 4-etajga dom, 1,5 uch balkon. Ko'rib chiqamiz. Xo'p, balkoni 1,5 uch, 1,5 uch balkon, oshxona qilingan. Bu yoq zal. Remontdan keyin hech kim yashamagan. Karta raznatasi beriladi. Mana bu oshxonaning joyi. Oshxonaning joyi yana bitta xona qilingan. Smart televizorlari bilan xullas uy shikalat. Razdelkani men yaxshi ko'rgan tomonim, kirib kelgandan so'ng 4 teshik turadi, 2 xonaliklar. 4 teshik turadi. Sanazor razdelniy xonalar. Alohida xullas uy zo'r. Xudo xolasa narxi ham zo'r chiqadi. Bu joylarga nisbatan. Metroga yaqin bo'lsa, 2-etaj bo'lsa, razdelka bo'lsa, spalnisini yangi yil bo'yatibdi. O'zim televizorlar bilan, ortoped matraslar bilan. Narxiga keladigan bo'lsak, kovlab ko'rdim, bu yoqda remontni pastrog'i 80 ming nari beri turibdi. Mana shu metro atrofidan, shu joylardan, 3-kvartaldan yo'l 100 dagi dom. Hamma narsasi qoladi, 80 mingga baholadik.